Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan bo'zalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizni rivoji uchun bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu mollarimizni shu bir oy oldindan bir video qilib o'tgandik. Mana hozir jonivorlar bir oydan keyingi holati. Bular shu silyoz, somon, kepa yeyishyapti. Adashmasam kunjara ham oz-ozdan beriladi. Mollar holati yaxshi. Mana sement, bunisi semental tozaroq paroda. Bulari semental gibrid. Bunisi Greenford. Bunisi ham shu semental gibrid shunaqa paroda. Mollar iliklari qo'pol, ancha yerga yaqin, yaxshi parodali mollar mana. Bular ham shu Rossiyadan kelgan, Rossiya paroda buqalar. Mollar shu bir oy davomida mana hozirgi kunda mana tri vaznlari shu 350 kilo bosibga boradi, xudo xolasa 360 kilo va shunaqa atrofga boradi inshaalloh. Alloh adashtirmasa yaxshi. Mollar shu bir oyda shu kuniga shu 1 kilo atrofidan qo'shildi. Men nazarimda shu 30 kilo bu yerda qo'shildi har bittasi. Endi bir xil jismonisi, lekin biroz ozroq o'zgaribdi. Bu bir shu 330 kilo shunaqa atrofga borsa kerak tri vazni. Lekin bu ham cho'zilibdi, oyoq qo'llama bo'ylari o'sib yaxshi. Ancha shu bir xilda ketyapti mana. Orqalari ham keng, mana iliklari qo'pol, yaxshi buqalar, xudo xolasa kelajagi bor. Tuyalari ham tikka nimada. Jonivor biroz sho'xroq ekan mana. Jonivorlar mana bo'ynlari ham, yelkalari ham, orqalari ham bir xilda chiroyli buqalar. O'zi adashmasam bularni ham biroz qimmatroqdan olgan, lekin sababi shu paroda zoti borligiga yaxshi namoyon. Buni ham tuyalar tikka, iliklari ham ancha qo'pol, yaxshi bo'zay. Shu 350, 360, 70, 370 kiloga ham boraversa kerak endi bular. Katta mollar ekan mana bu yerda. Jonivorlar to'shli, bo'yinli, shunisi ancha tozaroq ekan mana jonivor. Yaxshi, xudo xolasa. Shu yelkalaricha biroz tutilib qolyapti ekan. Ammo o'simi bor, yaxshi buqalar. Xudo xolasa yana bular ham bir 5-6 oy baqilsa inshaalloh 650-700 kilo olib ketadi inshaalloh shu 6 oy, 7 oyda inshaalloh. Mana bunisi ham yaxshi, mana o'zgarishlari ham. Lekin biroz bulardan ko'ra orqaroqda. Chunki bunisi o'zi sho'xroq ekan mana. Hali ham usada ham harakati ko'p ekan ularga nisbatan. Lekin yaxshi bu ham. Bir xilda yem kelyapti ekan mollar. Bularni ham shu har birini shunaqa qilib qo'ra qilib, alohida nimada boqilyapti ekan. Bu mollarni shuna baylamasa shunaqa boqyapmiz anchadan beri, bu o'zimiz yaqin akamiz. O'tgan safargi mollar ham shu Greenford paroda bo'lgan, ularni ham xuddi shunaqa holatda boqqan. Lekin ashlarda ham ancha yaxshi natija bo'lgan, hali qo'yvorib boqqan hisobiga. O'zi qo'yvorib boqilsa mol erkin bo'lib, yaxshi o'sib, yaxshi o'ziga olagan. Endi bo'lib ham bu chet parodalari bergan sari, yegan sari o'ziga olib, kengayib, katta bo'lib qo'shar ekan o'ziga. Hali 600, 700, 800 kilogacha ham boraverishi mumkin. Menimcha shu parodasi yaxshi bo'lsa. Mana jonivor. Shu ham shu biroz Greenford semental gibrid shunaqa parodaga o'xshayapti, uncha shaqi bor ekan. Buni ham lekin mana tuyalar bilan tikkaroq, mana iliklari ham qo'pol. Keng bo'zaylar olingan mana. Jonivorlar. Mana yelkalarini ham ko'rsanglar, mana ikkovi qo'lning oralari ham keng. Ularga shu biroz pitush bo'ldi shekilli, qashlandi, to'popti. Shu jonivor ko'z tegmasin, Alloh barakasini bersin, yaxshi, xudo xolasa yaxshi boqilsa ancha katta bo'lib ketadi, shu 1 tonnaga borib inshaalloh bir uzoqroq boqilsa. Chunki buni zoti ham ancha tozaroq ekan mana. O'zi sifati ham jonivor ancha yaxshi, old-orqa bir xilda mana. Orqalari ham keng, bo'ynlari ham, yelka to'shlari ham hamma yo'g'i bir xilda jonivor. Alloh barakasini bersin. Zo'r mol olingan ekan shu, xudo xolasa. Ancha yaxshi natija oladi. Bunisi endi Greenford shu. Shu unaqa nima emas, gibrid emas, shu toza Greenford bo'lsa kerak, xudo xolasa. Shunaqa inshaalloh.
Alloh adashtirmasa. Mana shu biroz pit tushib qolibdi bulagi shu ichi qashlanyapti. O'zi bularga bir dori qildim deganda shu kanat sistemi qanaqadir adashmasam yana qilib yuborish kerak bo'lsa kerak. Bunisi ham mollar lekin jichamo taylari hozir yomon bo'lib ketibdi. Endi tozalab olsa bo'lar ekan bir qator. Bularni aytib yurmaysizlar, endi shu har kuni kechga tozalayapti shekilli. Bular ham mana to'shli yerga yaqin. Xudo xolasa kuchli bukunadi jonivorlar. Jonivor. Yoshi ham ancha yosh. Bular olinganiga shu qancha bo'ldi? 3 oy cho'p qoldi adashmasa. Olinganda shu 250 kilo shunaqa atrofida tri vazni. Hozir mana bunisi 370-60 kilo kelsa kerak, Alloh alam. Bular biroz kichkina lekin yaxshi bir xilda katta bo'lyapti ekan mollar o'sib yo'g'onib. Bunisi ham mana shu semental gibrid jonivor. Bu ham old orqasi keng yaxshi mol. Alloh barakasini bersin. Shu ertalabda kech payti shuna yem berilyapti ekan, abitda suv berilar ekan shuna qilib. Shu holatda vaqt kelinyapti ekan. Hurmatli obunachilar, videomizni yakunlaymiz. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yib, kommentariyaga fikr mulohazalarni qoldiringlar. Xato kamchiliklar bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Bir misol biz bilmagan boshqa narsa bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa, ash orqali biz ham sizlardan narsa o'rganib, bir nima bo'lishi mumkin, bizga ham foydali bo'lib qolish. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar.